Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzindən həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilən xəbərlərimizdən asasi məzmunlarını tanışdırırıq. Hər qaysı dövlətlərdəki parlament əzaları və Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq mütəxəssisləri Səudi Ərəbistanını Uyğurlarını Xitayğa ötküzüb verməslikə çağırdı. Cambridge'dəki bir institut Xitay universitetlərindən pul alğanlığını etiraf qıldı. Germaniya Maliye Ministri öz dövlətini Xitayğa ziyoda beqinib qalmaslıqqa chaqirdi. Tədqiqatçılar Xitay doktorlarının məhbuslarını tirik turg'izibla ishga a'zolarini elib olganligini o'tirib qo'ydi. Amerikalik davlat bexatarlik mutaxassisi Amerikadagi universitetlarni Xitoylarning harbiy taraqqiyotiga yantayoq bo'lmaslikka chaqirdi. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Hindistondagi siyosat to'rining 3 aprel'dagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyga aloqador masalalardagi xalqaro parlamentlar birlashmasi Saudiya hukumatiga xat yozib, ikki Uyg'urning Saudiyada tutib turilayotganligi va Xitoyga qaytarilish tahdidi to'g'risidagi andisini bildirgan. 2020-yili Turkiyadan umraga kelgan Hamdullah Vali va Saudiya Arabistonida turishliq Nur Muhammad Ro'zi ikkalan 2020-yili 11-oydan beri Saudiya Arabistonida tutib turilayotgan edi. Xalqaro kechirim tashkilotining bildirishicha, bu yil 31-martda Nur Muhammad Ro'zining sobiq ayoli Buxalcham Abla va uning 13 yoshli qizimi Makkada tutqun qilinib, musofirlarni qaytarish markaziga qamalgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi oz sonli millatlarning huquqiy va diniy erkinligiga aloqador ishlarga mas'ul ikki mutaxassislar guruhi bayonot e'lon qilib, Saudiya hukumatidan Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Ro'zini Xitoy qaytarmasligini talab qilgan. Bayonotda Saudiya hukumatining xalqaro majburiyatiga amal qilish talab qilinib, agar bu ikki Uyg'ur Xitoyga qaytarilsa, ularning insoniy haq-huquqlarining og'ir darajada dafsanlik qilinish xavfiga uchraydiganligi ta'kidlangan. Daily Mail to'rining 4 aprel'dagi xabarda ko'rsatilishicha, Cambridge'dagi ISA instituti Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusiga ishtirok qilgan chet el shirkatlarining orqa ko'rinishini tadqiq qilish uchun Tsinghua universitetidan 20 ming fond sterling pul olgan. Halbuki Avstraliya strategik siyosat instituti Xitoy raisi Xi Jinpingning ona maktabi bo'lgan Tsinghua universitetini Xitoy harbiy doiralari bilan bo'lgan quyuq munosabat sababli favqulodda xatarlik deb darajaga tizgan. ISA instituti buningdan ilgari Huawei shirkati qatorliq Xitoyga tava o'rinlardan mablag' berishgan. Gerçi mazkur institutning bu tadqiqoti davlat bexatarligiga chetishliq sazgur tadqiqotlardan bo'lmasa-mu, ammo Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan shunday bir paytda davomlashib kelgan bu xil hamkorlik ilmiy axloqqa zid deb ayblangan. Tabiiy vaqt gazetorining 7 aprel'dagi xabarda ko'rsatilishicha, Germaniya Moliya ministri Christian 6 aprel kuni Germaniya iqtisodining Xitoy bilan bo'lgan savdoga ziyoda tayinib qolganligini, shu vajidan o'zlarining xalqaro munosabatlarini bo'libmi eksport aloqasini ko'p xillashtirishga muhtoj ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lgandek, bultur dekabrda hokimiyat beshiga kelgan yangi Germaniya hukumati o'zlarining Xitoy bilan suhbatlashadiganligi va kishilik huquq qatorliq masalalarda uningga qattiq muomala qilganligini aytgan edi. Shu so'zlarning konkret ifodasi sifatida bu qatim Christian Lindner balkim bizning Xitoyga o'xshash savdo sheriklarimiz bilan emas, balki o'zimiz bilan o'rtaq qimmat qarashga ega davlatlar bilan tijorat qilgan vaqtimiz yetib kelgan bo'lishi mumkin degan. Xitoy bulturma Germaniyaning eng chong savdo hamrohi bo'lgan bo'lib, mazkur ikki davlat orasidagi tovar almashtirish miqdori 245 milliard yevro bo'lgan. Nepostorning 7 aprel'dagi maqolasida ko'rsatilishicha, Avstraliya davlatlik universiteti Xitoyning necha ming parcha tibbiy maqolalarni ko'zdan kechirishdan erishgan yakunga ko'ra, Xitoy doktorlar operatsiya jarayonida bemorlarni qasddan o'ldirgan. Mazkur tadqiqot dokladini tayyorlagan tadqiqotchilarning aytishicha, ularning tadqiqoti Xitoyning barliq mahbuslarning mengisi o'lgandan keyin ondan organlari elindi degan so'zining yolg'onligini isbotlagan. Amerikadagi bir tibbiy jurnalda e'lon qilingan mazkur dokladda ko'rsatilishicha, ba'zi mahbuslar garchi organi elib olinganda o'shini yo'qotgan bo'lsa-mu, yana hayot ekan va Xitoyning bu qilmishi xalqaro tibbiy ko'rsatmalarga zid ekan. Mazkur tadqiqotning mas'ullaridan biri bo'lgan Monsieur Robertson bu vaqtda shunday degan: Biz Xitoy doktorlarining davlatga vakolatan o'lim jazosi ijro qilgan kishilarga aylanganligini, ularning o'lim jazosi ijro qilish shakllaridan birining mahbuslar tirik holatda ularning yuragini elib olish ekanligini bayqadik. Mazkur tadqiqotchilar Xitoydagi 1980-yildan 2020-yilgacha bo'lgan araliqdagi badan a'zolarini ko'chirish jarayoniga aloqador 2838 parcha maqolani ko'zdan kechirish orqali shularning orasidagi 71 operatsiyada kishilarning mengisi o'lmasdan a'zolarining ilinganligini isbotlab chiqqan. Washington Post gazetasi 8 aprel yuqori darajalik tashqi siyosat va davlat bexatarlik tadqiqotchisi Kerig Sengulatanning Xitoyning Amerika ma'rif sohasiga singib kirish o'rnishiga qarshi turishga chaqiriq qilgan bir parcha maqolasini e'lon qilgan.
Mazkur maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy davlat mudofaa xususiyatiga ega fanlarda ilm almashtirish nomida Amerikaning Virginia shtatidagi 3 universitetni o'z ichiga olgan nurg'un universitetlarga 280 nafar o'quvchi avatgan bo'lib, bu o'quvchilar o'zlari turayotgan universitetlarda favqulodda ilg'or davlat mudofaa texnikalariga aloqador 4 tadqiqotlar qatnashadi ekan. Va bu jarayonda aloqador texnikalarni egallab, so'rir tepilsa o'g'irlab, Xitoyga qaytgandan keyin Xitoy xalq armiyasini o'zlari o'g'irlab kelgan texnikalar bilan ta'minlaydi ekan. Shu vajidan Kerik Sengoltan Xitoyning bu ravishda ochiq oshkor holda Amerikaning texnik samaralarini o'g'irlab, shu texnikalarni Amerikaga qarshi qo'llanishining oldini olishning zarurligini, shundaqla Amerika doiralarining va universitetlarining bu masalaga yetarli ko'ngil bo'lmayotganligini ta'kidlagan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.